Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun ikki xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Lokatsiyamiz Shumbala. Bu yonimiz esa Karat Cafe park tarafdan gelish. Karat Cafe. Ikki xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Esa gittik ichanda ikki qismi bilan tanishtiramiz. Hurmatli yurtdoshlar, 4-qavatimizga yetib keldik. Yine 4-qavatimiz şu xonadonimiz ekan. Xonadonimizga Bismillahirrahmanirrahim deb giramiz. Girganimizda yine shuni ko'rib turganlaringizdan o'ng tarafimiz sanuzilimiz ko'rib turganlaringizdan shunday holatda. Yine shunday ko'rinishda. To'g'rimizda kuxni joylashgan kuxnimiz. Şimdi halatında aynalarımız akva iken akva aynadan xonadonimiz fon urulup turibdi. Bu xonamizda esa zalimiz bo'ladi. Zalimiz ko'rib turganlaringizdan yine shunday holatda chiroyli bir fondan chiqib turibdi. Oyoq tellarimizdagilar atalqimizda yine fon urilib turibdi. Perdelerimiz va konditsionerlarimiz ishlab turibdi. Aynalarimiz akfa aynadan balkona bor. Ko'rib turganlaringizdan yine balkon. Yanımız bu xonamiz esa spani xonamiz bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, spani xonamiz ham yine shunday bir chiroyli ko'rib turganlaringizdan yine ajoyib. Yanımız yine akfa ayna, xo'shoy. Shunday holatda. Hurmatli yurtdoshlar, esa shu ko'rgan xonadoningiz yoqqan bo'lsa, ekranda berilgan telefonlara telefon qilaverasizlar. Narximizga keladigan bo'lsak, narximiz 300 million so'm. Hurmatli yurtdoshlar, ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.